kitob bor xonadonda ma'rifat bor, ziyo bor, axloq bor. O'zbekistonda ota yoki onalar kitob o'qishni boshlasa, uylarda farzandlari ularni ko'rib kitob o'qishni boshlaydi. 76 yoshga kirgan bo'lsam ham kitob o'qishdan to'xtaganim yo'q. Prezidentimizning kitob o'qigan, o'zini ustida ishlagan odamda qanot bo'ladi. U befarq bo'lmaydi degan fikrlarni o'zimga dasturul amal qilib olib, mahallamdagi mingga yaqin yoshlarni mutolaa platformasi orqali kitob o'qishiga erishdim. Hozirgi kunda buning natijasida mahallamda jinoyatchilik, ayniqsa yoshlar o'rtasida jinoyatchilik butkul yo'qoldi. Uyimda o'zimning shaxsiy kutubxonam bor. Shaxsiy kutubxonamda 2000 dan ortiq kitob fondim bor. Bundan o'zim foydalanaman, nabirali farzandlar, hatto qo'shnilar ham olib foydalanishadi. Bizning oilada otam va onam kitob o'qigani uchun men kitobga qiziqdim. Mening eng katta maqsadim O'zbekistondagi barcha ota-onalar mutolaaga qiziqishi va ularni ko'rib farzandlari ham kitobxon bo'lishidir. Biz amin bo'ldikki, dunyodagi barcha yomonliklarga, yomon illatlarga qarshi kurashuvchi asosiy vosita bu kitobdir. Tunu kun jonajon xalqimiz xizmatidamiz. Xizmatimiz davomida juda ko'p ishlarimiz bo'lsa-da, lekin men albatta har kuni kitob o'qishga vaqt ajrataman. Aziz ota-onalar, agar siz farzandingiz bilimli bo'lishini xohlasangiz, bugundan kechiktirmay 20-30 daqiqa mutolaa qilishni boshlang. Biz madaniyat va san'at vakillari nurli yo'lga eltuvchi vosita kitob va mutolaa ekanligini yaxshi anglaymiz. Davlat xizmatisida kitob o'qishga vaqtim yo'q deyish bu oddiy bahona bo'ladi. Mening istagim O'zbekistondagi barcha mahallalarda kutubxonalar bo'lsin va barcha bundan bilimini oshirsin va foydalansin. Men Farg'onamiz yoshlarini kitob o'qishga va mutolaadan zavqlanishga chorlab qolaman. Har bir farg'onaliklarni kitob o'qishga chorlab qolaman. Chunki Farg'ona azaldan ma'naviyat va ma'rifat maskani hisoblanadi. Biz shunga munosib bo'lishimiz kerak.